Так, video joylash. Ana bo'ldi do'stlar. Hammaga salom do'stlar. Men atam Kompot yangi joyga yaxshi kelibsizlar. Hozir men video joyladim va sizlarga yana video olaman. Bu to'xtamga cheksiz video olaman do'stlar. Ana bo'ldi. Bugun nima qilaman? Tushunmadim. Qanaqa ovoz keldi? Ko'chadan tushunmadim. Qanaqa ovozlar keldi degan. Madur mashina keldi bizani ishlarga. Yana keldi eshitdinglarmi? Anita kelyaptim orqadan yana keldi. Gruzovik qanaqadir mayli ovozga borib ko'raylik. Qatdan kelayotganiga qiziqyapti. O'sha qanaqadir mashina emas bu, gruzovik rosa kelsin yoki rostdan kemani o'zim kelyapti. Rekordni bir balon narsa kelyapti. U aniq kelayotgan ekan. Nima yaxtami, kemami bilmayman. Endi nima deydi? Hozir borib ko'ramiz. Ana ko'rinyapti. Shu yoqqa borib ko'raylik, ko'ramiz nimaligini endi. Qanaqadir tushunmadim, nima tillali narsami, voy yaxtami? Nima to'xtalik o'zim ortali ko'ryaptim. Menga rostdan hayotmi bu qilamanmi? Yo'q, uxlamayapman do'stlar. Nima tillali yaxtami? Kim u? Kompot keldingmi? Men seni uzoq qidiraman nimani? To'xtang, biz tanishmizmi axir? To'xta, nima bu? Biz tanishmiz. Kompot ko'rmayapsan nimaligini? Oltin yaxta-yu Kompot. Ko'raman, nima deyishni ham bilmayapman-da. To'xta, biz qanaqa tanishmiz? Men tushunmayapman axir. Siz meni tanirkansiz, men sizni taniyman-ku axir. Kompot tanimadingmi axir? Axir men milliarderman-ku, eng boyman Kompot Minecraftda. Axir bilgan bo'lsang, men seni kanalingda 6 yil oldin chiqarib, 6 yil oldin bunday video oldim. Eng qimmat uy qurdim, eng qimmat uyimizda obzor qildim ekan. Eng boy o'yinchiman-ku axir. Nima 6 yil oldin? Nimadir eslolmayman. Millionerman esladim. Millioner emas, milliarder. Ketdi bu endi. Yaxtamni ham obzor qilasan xohlasan, video yoqib turibdimi? Yoqu milliarder. Boy Minecraftda mana qaraylik, qanaqa uchratdiga qatdan kirsa bo'ladi. Men endi taramni kelmayotgan ekan, shu yerdan kirib olgan. Taxtalik mana qaraylik, tillali yoqda bu nomunchi qancha turishi mumkin? Buni faqat havas qilsa bo'ladi. Buni qatdan kirsa bo'lar ekan, vonetdan kirsa bo'larmikan? Qarima bo'lsa shatdan kirib ko'ramiz do'stlar. Ko'ryapman, milliarder uchratdim. Qanaqa qilib 6 yil oldin ko'rishganmiz. Hali ham esingda bormi? Albatta esingda bor. Axir sen blogerda-ku video otdi. Hali ham video olsam, hali ham YouTube'ga video olma mana bo'stonman. Hali ham oddiy qishloqda yashaysanmi? Oddiy daraxtli uyda. Menda hech narsa o'zgargani yo'q, lekin senda hamma narsa o'zgarib ketibdi. Bu vertolyotdan bormi? Albatta Kompot, vertolyotni qaqquchiman. Albatta vertolyotni bor. Meni hayotim juda ham o'zgarib ketdi, lekin Kompot har xil narsalar bo'lib ketdi meni hayotimda. Albatta axir sen shunchalik boysan-ku, eng boysan Minecraft'darman. Eng boyman Minecraftda. Hali mendan boy Minecraftdan chiqmagan. Даже millionerdan ham boysan. Bo'pti, ko'rsatib ko'rchi, uylaringni ko'rsatib o'qishimsan. Yaxtan ichini uylarni ko'rabsan. Hali hammasi senga bugun ko'rsatib chiqaman. Juda ham qimmat turadigan yaxtamda. O'sha qancha turar ekan? Hech kim qilmasa Kompot juda ham qimmat axir. Mayli, sal keyinroq aytarsan do'stlar, juda ham qimmat turadi, lekin shu yaxta mayli bugun sizlar bilan endi obzor qilib chiqamiz, kirib ko'ramiz ichiga. Kompot, albatta qaniyga to'ycha kirib ko'ramiz. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.
Mana oshxona, bu yerda men o'zim ovqatlanayman. Shonli oshpazalik albatta. Oshpaz menga havas ovqat tayyorlab bersa bo'ladimi? Kapot bo'ldi, kapot. Havas qurmagan shunaqa yaxta bo'lib qoladi qachondir. Mayli, narxini bilmoqchimsan bu yaxtani? Albatta bilmoqchiman. 10 milliard. Nima 10 milliard hozir yiqilibman-ku. Voy 10 milliard do'stlar. Voy mayli. Bo'ldi, o'zingni qo'lingga ol. Bo'ldi. Qani ko'rsatchi bo'lmasa qanaqa ovqatlar bor? Nimalar pishirib beradi senga? Yana shu pichini pishirib berdim. Qorin kirali pichini pishirmagani qana menga yoqmaydi. Yeb qo'ysam bo'ladi. Voy, mazza ekan-da. Albatta, xonali narsani yor kapot. Nimalar bor ekan yana bu yerda? Har xil narsalar bor. Xona cho'milib chiqaylik, ovqatimiz kapot. Nima hali cho'milib chiqamiz o'zi? Albatta kapot cho'milgisi cho'milaveramiz bo'lsa. Mayli ketib kapot keyingi xonalarni ham ko'rsatib chiqay endi senga. Davay ko'rsatib chiq. Nimalar bor ekan yana bu yerda? Nima pianinam bu? Albatta kapot, bu yerda menga ashulalar chalib berishadi. Mazza qilib eshitib o'tiraman. Menda ham zo'r ashula bor. Kecha uxlayotganimda sigar qulog'imni tegib o'tiruvdi, muglab. Mayli bu yerda nima ekan? Oho, kapot, mana bu ham zo'r joy. Mazza qilib bu ko'chaga qarab turasan. Faqat bu sani qishlog'iga emas, zo'rroq o'rollar bo'lsa-da. Shunaqa degan to'g'ri. Mazza qilib qarab o'tirasan ko'chaga, to'g'rimi? Buni yana men o'yinda qilsa ham bo'ladi. Bu yerda nima ekan? Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa qarab turasan. Qarashga joyi yo'q u ham, mayli. Mayli kapot ketdi endi. Mani xonamdan ham bunaqa qarasa bo'ladi. Seni xoning ham hali qiziq ko'rishi. Mana nima bu rasmga olinglar do'stlar mani. Nima bu endi bu? Kapot ko'ryapsanmi? Axir bu balon-ku. Nimaga balonni bu yoqqa qo'ygansizlar devorga? Xullas kapot, machi bo'lib o'tdi. Xullas bizning yaxtamizga shundoq sakradi balon. Bu yoqqa devorga osib qo'ydi. Qo'yib yuborishni o'rniga osib qo'ydinglarmi? Da kalma albatta kapot. Bu yerda nima ekan? Mana mana shaqa chiqib ko'rsam bo'ladimi do'stlar? Mana endi meni rasmga olsang bo'ladi. Millioner qochib tursa bo'ladi. Bu yoqqa rasmga olsa mana obunachilarim xuddi men yaxtamda. Mana meni yaxtam do'stlar, rasmga olinglar. Bo'ldi do'stlar, havas qilmanglar. Mana bo'ldi. Eng tepasida turibman. Eng uchida turibman. Eng qimmat yaxtanim. Kapot, uchida turibsan. Eng qimmat yaxtani. Qani ketdi bo'lsa pastga olib chiqib ko'ramiz xolasini. Pastda nima ekan? Qazilashda bu yoqqa tushgan emas edi o'zi kapot. Nima bu endi bu chuvama ichida nimadir qimmatbaho narsalar bor. Kapot, bu narsani ichida bu ishini tagida eng ko'p pul kapot. Hamma bana pullarim turadi. Hammasini pullaring deganni ochib ko'rsa bo'ladimi? Yo'q kapot, nima qilasan o'zi ikkinchi marta ko'rishimiz bo'ladi. Nima qilasan ochib biladi, prosta ko'p pul deb o'ylagan bo'ldi. Mayli, ochmay qolinglar. O'zi ko'p pulni yaxtida nima qilasan ham? Kapot, masalan boshqa davlatga qo'yaman, nima qilaman? Narsalar qo'llaman, samolyotli, vertolyotli qo'llaman, har xil narsalar qo'llaman. Nima qilaman? Shu yoqda nima qilaman deb pullarimni. Mana ketdi endi mana xonamga. Xonangga qani ketdi bo'lmasa? Mametta nima ekan? Bu yerda o'tirsan, meni gaplashib o'rtalaring bilan. Kapot, bu yerda bizneslar gaplashib o'tiramiz o'rtalarim bilan. Yaxshi, nima qilasan o'zi biznes bilan gaplashib? Shunday yaxtang bo'lsa o'zi. Faqat oldinga intilish kerak. Kapot, mana ketdi, mana xonamga kirib ko'ramiz. Xo'p, mana qaranglar, kelyapti. Mazza qilib dam olsang kerak, televizor ko'rib. Kapot, mazza qilib mana mashta uxlayman. Televizor qilib bermayman qanaqadir. Yo'q, kapot, agar uxlayotgan bo'lsa, prosta televizor yerga kiradi. Kapot, magnitdan axir bu. Shunaqa degan. Mazza qilib mashta uxlaysan deb bo'ldi. Kunim qaram bossan, kerak emas menga televizorni yerga tushib ketadi. Bu turmi ekan? Mana bitta achki olasan, imomnaqa bassenga kirasan. Kapot, mazza cho'milib ko'rgan mazza qilasan. Muzdek emas, iliqqina, даже kapot, mazza qilib cho'milasan. Bu almazli suv kapot. Almazli suv qanaqa bo'ladi? Xullas qarang, mana kiyimim qanaqa ozgicha almaz bo'lib yotibdi. To'xta. 6 yil oldin ham shunaqa edi, adashmasam kiyimini. Shunaqa hamda 6 yil oldin xuddi shunaqa edi, adashmasam. Kapot, so'ra bo'yicha aytaman, xuddi shunaqa edi, lekin u
parodiyni kapot u fake kiyimini. Fake kiyim degan tushunarli. Bu originalmi endi haqiqiysimi? Kapot u fake bo'lsa bu original. Endi ko'proq pul topgandan keyin. Xullas qolib qolding kapot. Endi nima ko'ryapsan, nima xohlasan? Bitta sog'olim bor edi, kapitalni qani buni boshqaradigan, matroslar qani yordamlashadigan. Xullas ularga million berdim kapot kelandini bo'ldi. Vaqtinchalik botdan chiqib turliydini bo'ldi. Shunaqa degan man kelishim, haydab yuboribsan-da, million berib. Mana kapital xonasini ko'rmoqchi bo'lsang, mana tepada. Qani ko'rilichi qiziqaman lekin shuni kapitan xonasiga. Momentda qarab turishadi, nima havoga qarashadi, menda mana shu avaz kerak. Havo qanaqa bo'lsa yurishadi. Mana rul. Kapot mana mashta qimmatlarni yoqdanmi boshqarishadi. Shunaqa degan yaxshi bo'lmasa juda ham zo'r-ku axir. Juda ham og'ir kapot, juda ham tonna, juda ham qiyin lekin buni haydash. Albatta qiyin bo'ladi, yaxta juda ham og'ir bo'ladi, albatta tonnalar bo'ladi. Yana axir bu oltinlik, undan ham og'ir bo'ladi. Albatta shunaqa edi. Xohlasangiz cho'milamizmi kapot? Davay bo'lmasa cho'milamiz. Hozir men kelib chiqay. Kapot saplovkalarini kiyib chiqqan. Men o'zim narsa tayyorlab turaman. Bitta o'rol bor, o'sha yoqqa boramiz. Mazza qilib cho'milib kelamiz. Kapot cho'milib kelyaptimi? Yo'q, nimaga cho'milib kelyapti? Albatta mazza qilib dam olamiz. O'shatda kapot qishlog'iga borib kelgan. To'xta, vertolyotga borib kelsam, unda o'zim qishlog'imga. Yo'q, kapot endi. Bo'ldi. Mayli, vertolyotda borib keling mayli. Mayli bo'lmasa, mayli ketdim. Men olib kelishchi hozir endi plovkalarim, kiyimlarim qarayman. Mana eng qimmat kiyimimga o'tirdim. Ketdim mana eng qimmat kiyimimda tillali juda ham zo'r do'stlar, taxtali. Davaychi olamiz bo'lmasa, men qishlog'imga borib kelib, keyin sizlarga qaytaman do'stlar. Mana masjidga qaytaman. Mazza qilib o'tiramiz. Uxlagim kelib qopti. Kapot gapirib, bolam uxlagim kelib qopti. Rostdan ular qaytishadi bizani olishga qali. Albatta qaytishadi kapot, bu eng yoqtirgan orolman. Albatta qaytishadi bu yoqqa endi. Ovqatimiz ham qolmabdi. Kapot ovqatdan qoldi, lekin qornim juda ham to'yib ketdi. Mazza qilib uxlab olardim, lekin men ham uxlab olardim, mazza qilib do'stlar. Bu yerda biz millioner bilan milliarder bilan mazza qilib davolaymiz. Hamma ovqatlarni yeb bo'ldi. Endi hozir kema kuchini yaxta kelishini kutamiz. Albatta yaxtan keladi, hozir ketamiz kapot. Bo'lmasa xayrlashuv obunachilar bilan boshqa qiziq narsa bo'lmaydi. Bo'pti, milliarder bo'lmasa do'stlar, sizlar bilan xayrlasham vaqt kelibdi. Bugun mazza qildim, lekin sizlar bilan mazza qildinglarmi? Like bosishni, obuna bo'lishni esdan chiqmasdan keyingi joyimda kuzatishga davom eting.